O'rni bo'lsa, Urumchi Saybaq rayoni Xo'cha, Nanjan, Chingfenglu, ya'ni 2017-yil ochqish topshirilgan 6 yil bo'lgan bino. Korona muhitimi bek chiroyli. Mana sizga hozir uyni bir ko'rsatay. Men hozir turayotgan yer bo'lsa, mana bu uyninki santinsini beshni ko'raylik. Mana biz qaraydigan bo'lsak, sanjollar nihoyat chiroyli, bek pakiz bu uyning ichi. Mana qaraydigan bo'lsak, oshxonasi nihoyat chiroyli. Shpinga qarabla bilalaysiz bu uy egisining haqiqatan ortiqchiligi bek pakiz. Bek pakiz tutgan uy ko'nglingiz ichilib qoldigan uy. Mana siz ko'rayotgandek bu uyning kötinsi qaraydigan bo'lsangiz, bu piyolchan holatda shoji qiliqlar, kun tushishdi so'yoq, bek chiroyli kun tushidi. İşletken aile üskünlerimi nait yaxshi holatda. Mana qaraydigan bo'lsak, tomlarning qog'ozlari, hamma narsalar nait yaxshi materiallardan ishlatilgan. Mana ishikdan kirgan yana bir ko'rib baqqan, ha. Ishikdan kirgandan keyin mana bu yerga kiyim shkaflarining hammasi nait chiroyli holatda qiliqlar, materiallar nait yaxshi holatda, oq ranglik madaniy holatda. Yanda bo'lsa mana tozliq uy. Tozliq uyning ichining bo'shlig'i nait kengri, o'birnisining darisi bor. Mana yan taraf qaraydigan bo'lsangiz, kichik yotoq uy. Bu yotoq uyni ko'rib baqqan. Mana bu birinchi yotoq uy. Bu uyning kvadratı bo'lsa 100 kvadrat, 3 yotoqliq, ha. Bir kötinsi bor, bir santinsi bor siz ko'rayotgandek. Mana birinchi yotoqni ko'rib bo'ldingizmi? Mana endi qaraydiganingiz yana 2 yotoqni ko'rsatma. Mana bu yoqqa qaramavi, yana bir yotoq. Yotoqning kun tushimi nihoyat yaxshi. Haqiqatan bek pokizmikan. Uy haqiqatan bek pokiz. Mana yotoq uyning yana birisini ko'rib bo'ldik. Ishkaflarni mana chiroyli holatda chiqiriqlar. Mana bu yoqqa qaraydigan bo'lsak, yana bir yotoq uy. Bu yotoq uyni cho'nglarni qilib bersakmi, nihoyat shushi, nihoyat rahat holatda chiqadigan uy, ha. Mana siz ko'rayotgan bu uyninki tozliq uy, 3 tal yotoq uy, kötin, kun tushish, ishlatgan materiallar pokizlik holatda. Haqiqatan gap yo'q. O'zim hayajonlanib turib so'zlaydigan uy. 100 kvadratlik 3 yotoqli. Oldin to'lash pulini nihoyat muvofiq. Konjijindeki, Şanya'daki qatorliq qarzlarni normal bijiralaysiz. Agar bu uyga ehtiyojingiz bo'lsa, darhol biz bilan jiddiy aloqalashing. Boshpatda undidor numerim bor. Telefon numerim da 136 409 86 99.